shahar shovqinidan zerikkanlar uchun, lekin shahardan uyqu turganlar uchun zo'r variantimiz chiqqan. O'rtoqlar, Uchtepa 30-kvartal, Ahmad Jo'ja, Kartinka ro'parasidan kirganda, Alixonto'ra Sog'oniy mahallada 4 qavatli binoni 2-etajda 61,2 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadonni obzoriga kelganmiz. Uyimiz 2-qavatda, skvoznoy holatda, keng o'zini plashatkasi, maktabi, bog'chasi bir qadam. Videoda o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. Hol kattagina ko'ryapsizlar. Uyga kirganimizda o'zini shunaqangi prixoshniy shkaflari bor. Agar buni ham oladigan bo'lsangiz, yana ham kattaroq bo'ladi. Odatda fransiskiy planirovkalarda kirganlaringda koridor kichkina, hol kichkina bo'ladi. O'ng qo'lga yurganimizda koridor bo'ylab razdelniy sanuzeli, hojatxonasi, buni yonida esa hammomi. Ko'ryapsizlar, o'zini steralniy mashinalari ham bor. Bu ham qoldiriladi o'rtoqlar. To'g'rida oshxonasi, ya'ni ayollarimiz uchun ovqat qilishlik uchun uyimiz bir qator remont qilib yuborishlik kerak, lekin narx ham bu hududga zo'r. O'zini pech, xolodilniklari bor. Bu tomonda verandasi. Tashqariga qaragan, ya'ni bog'chaga qaragan oynaklari bilan. O'rtoqlar, uyimizni narxi bu holatiga zo'r. Ro'paraga o'tganimizda kattalar uchun yotoqxona, ko'ryapsizlar, mebel texnikalari qoldiriladi. Xolasa aytayaptilar, uydagilar xolasa qoldiriladi, xolasa olib chiqib ketamiz deyapti. Bu esa zal. Ko'rib turibsizlar, katta keng zal. Televizor, mebel, shunaqangi konditsionerlari bor. Qoldiriladigan narsalari konditsioner, televizor, steril mashina, ya'ni muzlatgichlar qoldiriladi. Mana bu mebellarga keladigan bo'lsa, istasa qoldirsa, istasa olib chiqib ketamiz deyapti. Bu yoqda ham menga yoqqan tomoni, yana bitta pluslaridan katta, ikkala tomonda katta 2 ga 6, 2 ga 3, kechirasizlar, verandalariga ega, ikkala tomonga qaragan oynaklari bilan, ikkala tomonda ham hovli. Oldi tomonda hamda orqa bog'cha tomonda. O'rtoqlar, uyni qisqacha obzor qildik. Uyimiz ozgina remont talab, lekin bu hududga narxi zo'r. Bemalol olib, ijarachi qo'yishda, hozir masalan ijarachi qo'ymoqchi bo'lsalar, ijarachi qo'ysalar ham bo'ladi, yo o'zimiz yashaymiz deydigan bo'lsalar, remontini qilib kirib yashasalar ham bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, narxini uyni egalari bilan 68 ming, yana savdolashsalar ham bo'ladigan joyini qilib qo'ydik. Raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqib, bizni kuzatishda davom etinglar.